Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nafas olish a'zolarining tuzilishi. Bugungi mavzuyimizda asosan nafas organlarining tuzilishi, joylashgan joyi va funksiyasi haqida tanishamiz. Nafas a'zolarining boshlang'ich qismi burun bo'shlig'idan boshlanadi. Burun bo'shlig'i asosan ikkita xona orqali ikkita qismga bo'lingan. O'ng va chap o'sha burun teshiklariga burun bo'shlig'imiz ichki qavati shilliq qavat bilan qoplangan bo'lib, unda mayda bezlar, tuklar joylashgan. Burun bo'shlig'ining ichki qavatida bir qancha mayda qon tomirlariga boy hisoblanib, o'shaning uchun ham kirgan havo burun bo'shlig'idan ilib, tozalanib, yuqori nafas yo'li orqali pastki nafas yo'liga, quyi nafas yo'liga o'tadi. Bu slaydimizda mana nafas a'zolari berilgan. Burun bo'shlig'idan havo kiradi va tozalanib, ilib, boshqa a'zolarga o'tadi. Yosh bolalarda nafas yo'li katta yoshli insonlarga nisbatan bir qancha kalta, o'shaning uchun ham yosh bolalarda shamollash belgilari tez namoyon bo'ladi. Sababi havo ilishga ulgurmaydi, ya'ni nafas yo'li kalta bo'lganligi sababli. Xo'p, mana rasmimizda berilgan, ya'ni burun bo'shlig'ining qon tomirlariga boyligi. Ya'ni bir qancha qon tomirlariga boy havoni nima qiladi? Ilitib, tozalab, yetkazib beradi. Xo'p, burun bo'shlig'ining taraqqiyoti kalla o'sha suyaklari va ildizlar a'zosining taraqqiyoti bilan bog'liq. Ya'ni o'sha bosh qismining suyaklarini taraqqiy etishi bilan burun qismi taraqqiy etib borgan. Burun qismimizni asosan boshlang'ich qismi suyakdan, qolgan qismi esa asosan tog'aydan iborat. O'shaning uchun ham uchki qismi asosan yumshoq tog'aydan tuzilgan bo'ladi. Hop, burun bo'shlig'idan keyin hiqildoq boshlanadi. Hiqildoq murakkab tuzilgan a'zo bo'lib, bu bir qancha o'sha nafas yo'llarini himoya qilishda va o'sha ovoz tovush hosil qilishda ishtirok etadigan organ hisoblanadi. Hiqildoq bo'yining oldingi o'sha sohasi o'rtasida joylashgan. Hiqildoq bo'shlig'ini asosan hosil qiladi. Bu bo'shliq o'sha erkaklarda bir qancha kuchli rivojlangan bo'ladi. Xo'p, hiqildoqdan keyin keluvchi organimiz traxeya hisoblanadi. Traxeya bu havo o'tkazuvchi naysma a'zo hisoblanib, u asosan 5-6 o'sha bo'yin umurtqasi sohasida joylashgan bo'lib, 5-ko'krak umurtqasi sohasida asosan kengayib joylashgan bo'ladi. Traxeyaning uzunligi asosan 8-11 sm, kengligi esa 15-18 sm keladi. Nafas a'zolarining keyingi qismi bronxlarga o'tib ketadi. Bronx va o'pka qismiga tutashib ketadi. Bronxlar asosan yaxlit bitta o'sha yirik bronx ikkita, ya'ni o'ng va chap bronxlarga tarmoqlanib ketadi. O'ng va chap bronxlar ikkita o'pkaga tarmoqlanib, shoxlanib kiradi. Bu slaydimizda mana bronxlarning tuzilishi berilgan. Bronxlarning ichki o'sha qismida bir qancha mayda alveolalar joylashgan. Alveolalar mana bu slaydimizda berilgan. Ya'ni alveolalar asosan xuddi uzum shingiliga o'xshash shaklda joylashgan bo'lib, o'ng va chap bronxlar ikkita o'pkaga tarmoqlanib, asosan o'ng o'pka asosan 3 bo'lakka, chap o'pka esa 2 bo'lakka bo'lingan. Chap o'pka asosan bir qancha yuqoriroqda joylashgan, sababi orasida ikkita o'pka orasida, ya'ni asosan chap o'pka oralig'ida, ya'ni kamkakda yurak joylashgan. Shu sababli ham chap tomondagi o'pka bir qancha yuqoriroq va 2 bo'lakka bo'lingan, o'ng tomondagi esa 3 bo'lakka bo'lingan. Hop, o'pkaning ichki tuzilishi, ya'ni o'pkaning ichki tuzilishida, ya'ni asosan alveolalar joylashgan. Yangi tug'ilgan bolada alveolalar dastavval puch shaklda bo'ladi, ya'ni embrionda, ona qornidagi vaqtida embrionda puch shaklda bo'lib, bola birinchi tug'ilganida chinqirib yig'lashi natijasida o'pkaning ichki qismidagi alveolalarga havo kirib, bola birinchi nafas olishini boshlaydi. Xo'p, nafas olish a'zolari asosan embrional taraqqiyoti ona qornidagi vaqtida taraqqiy etib boshlaydi. Ya'ni asosan nafas organlari embrionni asosan ektoderma, mezoderma va endoderma qavatlari farqlanib, o'sha mezoderma va endoderma qavatlaridan organlari taraqqiy etib boradi. Xo'p, asosan o'tiladigan mavzularimiz shular. E'tiboringiz uchun rahmat.